Qalpoq eng zo'r soni siz uchun? Eng zo'r soni Xinoli kor deyapti. Qalpoqli kor. Bizni xalqqa tanitgan. Juda katta mashhurlikka erishgan deyishadi. O'sha paytda keyin bo'lganmiz. Biz uni o'sha yoshlarda o'sha ko'rganmiz o'sha payt. Lekin menga har bir epizodi yoqadi. Uni topilmalari yoqadi. Unda Rahmonbek miyasi zo'r ishlagan paytlari. Iskandarov miyasi zo'r, hammamiz ijod barkamol paytimizda. O'shaning uchun menga o'sha yoqadi. Qani endi o'sha narsalar qilinsa. Endi qilinmaydi, qaytmaydi-ku. Chunki jamoa yaxshi bo'lib qolganda unda bir-birini tushunadigan padeshakalar. Hozir unaqa qanaqadir dangasa bo'lib qolishdi jamoada yoshlar. Endi buni iqtisodiy muammolar. Uni men ayblamayman. Chunki yashashimiz kerak-ku, Feruz, non topishimiz kerak-ku. O'shaning uchun muammolar sababan menimcha bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'sha zarur, shuni qilmasa bo'lmaydi. O'sha paytlarda yo'q edi-da u narsa, biz topardik. Hamma xursand, quvnoq, bilmayman nimagadir shunaqa.